Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun 12-aprel, ayni paytda kech tushib qolgan. O'g'loy singlimiz Katta Farg'ona kanalidan ayni paytda topildi. Qabristondamiz azizlar. Ayni paytda o'g'loy singlimiz topildi. Katta Farg'ona kanaliga o'zini tashlagan ekan. Mana obunachilarimizni sa'y harakati bilan, obunachilarimizni duolari bilan o'g'loy singlimiz Katta Farg'ona kanalidan Pushkin ko'prigi oldidan topildi. Ko'p fikrlar bo'ldi. Albatta Katta Farg'ona kanalida emas, Quruqlikda deb. Daji ota-onasi ham Quruqlikda deb ishonayotdi. Qizimiz Quruqlikdan topiladi. Albatta qizimiz tirik deyishyapti. Endi o'zini tashlagan ekan, bandalik azizlar. Nima qilamiz, barchamiz duoda bo'lamiz. Inshaalloh albatta yana bu ish to'xtab qolmaydi shekilli. Ekspertiza ishlari olib borilsa, kim aybdor, kim tashlagan yoki badanlariga jarohat yetkazilganmi, bular aniq bo'ladi azizlar. Albatta hammasi aniq bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa yaxshi xabarlarda sizlar bilan ko'rishamiz. Barcha jamiki bizni qo'llab-quvvatlab, duo qilib, like bosganlarga, kommentariy yozganlarga hammaga rahmat do'stlar. O'zlaringizni aslaylar. Barchaga rahmat.